Assalomu alaykum do'stlar. Ana shu hozir oldimizda turgan mana gazon sotiladi. Buyog'imiz Urganch, ikkinchi tomonimiz Gurlan. Shuning o'rtasida joylashgan mana yonida yangi bozor sentri bo'ladi. Ana shu haqida sizlarga to'la ma'lumot beraman. Do'stlar, yana oldi kengishlik, buning tagida gaz trubalar o'tganligi uchun bu yerda hech narsa boshqa qurilmaydi hech qachon. Bu yerda katta yo'l qilishingiz mumkin oldinida, ana shu yerda savdo massivi qilsa bo'ladi buni. Bu ikkinchi variant, bu o'zining birinchi varianti deymiz. Savdo massivi ikkinchi variant qilsangiz bo'ladi. Yana uchinchi variant to'yxona qilsa bo'ladi buni. Do'stlar, mana oldinda stoyankalari bor, o'yingohlari bolalar uchun. Ana shu beda o'sib turgan yerda da mashinalar turadigan stoyankalar bor. Bu yog'ina yana aytamiz, u yog'inda zaxkash bo'lgani uchun 50 metrgacha hech narsa tushmaydi. Ana bu ochiq turgan maydonimizda 200 metr kvadrat razdevalkasi uchun chizmada imorati bor, yonida, yon boshida. Shuning uchun bu yerda polni ochiqlik bo'ladi. To'yxona qilasizmi? Qanday bir kuchli odamlar kelib o'tadigan bir massiv savdo massivi qilasizmi? Yoki odamlar shu yerga talpa bo'lib kelganda da qislig'ib qolmaydilar. Hamma yerda stoyanka turar joylarga mestalar yetarli bu yerda. Kirdik, mana ichine kirdik. Har kuni o'yin bo'lib turibdi bu yerda. O videolarimizni ham ko'rsatamiz. Kechqurun kelib imenoy shu videoga oldim. O'yin bo'lib turibdi bu yerda. Mana katta maydon, 1056 metr kvadrat ana shuning ichi turishi. Agar bu yerda hozirgi vaqtda futbol o'ynab turibdilar, agar bilyardxona qilsangiz ham bu yerda kuniga 3 million 5 million o'rtasida pul ishlashingiz mumkin. Ustunlari mana 10lik turbalardan bo'lgan, qalin turbalardan 2 qat qilib qilinib, mana ana shunday aylana shaklida qilingan. Mana kamalak deb nom qo'ysangiz bo'ladi-da. Ana shu yerda yangi chiqqan penalar bilan yopsangiz qishqi zdaniya ham bo'lishi mumkin va to'yxona qilishingiz mumkin. Ana shu turbadan ikkinchi turbamizgacha 4 metr oralikda bu yerda magazinlar qilib tashqariga qaratishingiz ham mumkin. Bu yerda oraliklarning soni juda ko'p. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 magazin u yoqqa, 12 magazin bu yoqqa qilib, orqasi ana shu yerda to'xtab bostirsangiz katta massiv savdo markazi bo'lishi mumkin. Tashqariga qaragan bo'ladi-da bu. Bu aytganimiz yana bir varianti edi. Ikkinchi variantimiz to'yxona qilsangiz ham shu massivlar sizga ishlayveradi. Yana ichida to'yxona qilsangiz, shu yerda 10 metrni oshxona qilib bu yoqda katta maydon qilsangiz ham bu yerga 800 odam sig'adigan to'yxona qilsa bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot yana aytamiz. Ana shu turgan joyimizda 200 metr kvadrat razdevalka uchun belgilangan imorat bo'ladi. Ana shu yo'l ko'rinib turgan yo'lning u yog'ida ham bularning bir o'rin yer maydoni bor. Xohlasangiz qo'shib olishingiz mumkin. Bu orqa tomoni moykaga planlashtirib mana yer ko'tarilgan edi. Hozir sotish nimasiga keldi, qaroriga olib qoling. Ana shu bu zarar bo'ladigan emas. Kuniga 5-10 million ishlasa bo'ladi. Agar bilyard nimalarni tashkil qilib shu yerda savdo markazlarini ham qilsangiz, bir pulning oqadigan joyi. Uning nomi Hamza Gazon deyiladi. Shu gazonning nomiga Hamza xo'jaligi, jamoat xo'jaligi u yog'inda sal yursak, pametnikning уже u yog'i yangi bozor sentri bo'ladi. Do'stlar, hozirgi vaqtda ham to'xtab qolgan joy emas bu. Bu yerda har kuni kechqurun o'yinlar bo'lib turibdi, lekin uni yana rivojlantirishingizga imkoniyatlar katta. Agar bilyardxona qilsangiz ham har soatingizda 2 million, 2,5 million, 3 million, 5 milliongacha pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Nega deganda 30 dona bilyard stoli joylashadi bu yerda. Endi o'zlaringiz hisoblab ko'raverasizlar. Soatini agar 100 so'mdan qo'yadigan bo'lsanglar, buxgalteriyangiz bor. Bahosi $200,000 kelishiladi do'stlar. Telefon nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz. Svязga chiqaveringlar.